Amir Temur jahon tarixida chuqur iz qoldirgan buyuk sarkarda, yirik davlat arbobi va madaniyat homiysi sifatida tanilgan shaxsdir. U 1336-yil 9-aprelda hozirgi O'zbekistonning Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani yaqinidagi Xo'ja Ilg'or qishlog'ida tug'ilgan. Otasi Muhammad Tarag'ay o'z urug'i ichidan obro'li kishilardan bo'lgan. Amir Temur Barlos urug'idan chiqqan bo'lib, yoshligidan boshlab harbiy san'at, siyosat va davlat boshqaruvi sir-asrorlariga qiziqishini bildirgan. Amir Temur 1370-yilda Movarounnahrda hokimiyatni o'z qo'liga oldi va shu tariqa Temuriylar imperiyasiga asos soldi. U kuch adolatda degan shiorni ilgari surgan va butun faoliyati davomida tartib, intizom va adolatni asosiy tamoyil sifatida ko'rgan. Temur o'z davlatini markazlashtirish, soliqlar tizimini tartibga solish, savdo yo'llarini xavfsiz qilish va iqtisodiy taraqqiyotni rag'batlantirishga katta e'tibor bergan. Temurning harbiy yurishlari nihoyatda keng hududlarni qamrab olgan. U Eron, Iroq, Suriya, Hindiston, Kavkaz, Osiyo va Rossiyaning ayrim hududlariga yurishlar uyushtirib, katta g'alabalarga erishgan. Bu yurishlar natijasida u nafaqat o'z davlatining qudratini oshirdi, balki o'sha davrdagi siyosiy tartibni ham o'zgartirdi. Ayniqsa, u 1398-yilda Hindistonga qilgan yurishi orqali Dehli sultonligi egallab, katta boyliklarni o'z yurti Samarqandga olib kelgan. Amir Temur o'z davrining dono siyosatchisi bo'lgan. U zo'r notiq, bilimdon, tartibli inson sifatida tanilgan. U o'zining Temur tuzuklari asarida davlat boshqaruvi, adolat, harbiy xizmat va axloqiy me'yorlar haqida chuqur fikrlar bildirgan. Bu asar keyingi avlodlar uchun muhim manba bo'lib xizmat qilgan. 1405-yilda Amir Temur Xitoy yurishiga otlanayotganida O'tiror shahrida og'ir kasal bo'lib vafot etdi. Uning jasadi Samarqandga olib kelinib, Go'ra Amir maqbarasiga dafn etilgan. Temuriylar sulolasi keyinchalik ilm-fan va madaniyatning yuksalishiga katta hissa qo'shdi. Ayniqsa, nabirasi Mirzo Ulug'bek ilm-fan rivojida muhim rol o'ynagan. Amir Temurning jasorati, siyosiy zakovati va ma'naviy merosi bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. U nafaqat o'zbek xalqi, balki butun insoniyat tarixida faxrli o'rin egallaydi.